Kelganingiz uchun rahmat. 5 vaqt namoz kanda qilmanglar. Alloh qabul qilsin namozlaringni. Payg'ambarimizni seving. Allohni seving. Qur'onni seving. Namoz o'qing. Oxirat bor, oqibat bor. O'g'limiz. Ko'z o'ngimizda go'yo eriyotgandek. Ey Shamol, doim kezasan-a? Sendan bir iltimosim bor. Agar Madinaga yo'ling tushsa, mening salomimni payg'ambarga yetkazgin. La ilaha, la ilaha, la ilaha illalloh. Ashhadu an la, ashhadu alla Muhammadur Rasululloh. Ashhadu an la, O'g'limiz. Ketishini sezyapti shekilli. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illalloh. Ota, shunday hodisa bo'ldiki, yo'q. Bu tush emas. Tush nima ekanligini bilaman. Uyqum kelganda ko'zimni yumaman. Uxlayman, keyin tushlar ko'raman. Lekin bu hodisa tush emas. Uyimizda shifta bor-ku, ikkiga ayrildi. Shatur ovoz keldi. Men yer qimirlayaptimi deb o'yladim. Turdim, tepaga qaradim. Tepadan ikkita kishi tushib kelardi. Oppoq kiyimda, soqollari qop-qora. Meni yonimga tushdi. Biz farishtalarmiz deyishdi. Meni quchoqlashdilar. Assalomu alaykum dedim. Va alaykum assalom deyishdi. Hasan, yaxshimisan? Qiynalmayapsanmi deyishdi. Seni jannatga olib chiqaylikmi deyishdi. Rozi bo'ldim. Farishtalarning birinchisi bu qo'limdan, ikkinchisi boshqa qo'limdan tutdi. Birgalashib yuqoriga ko'tarildik. Yuqoridan bizning dalamiz ko'rindi. Bulutlardan ham teparoqqa chiqdik. Bir katta joy ko'rindi. Bu nima dedim? Bir ajoyib ko'k joy edi. Bu yer jannat deyishdi. Jannatni aylanar ekanmiz. Ko'zim bir ko'shkka tushdi. Bu nima dedim? Bu seni ko'shking deyishdi. Xohlaysanmi seni aylantiramiz deyishdi. Men rozi bo'ldim. U yerni aylandik. U yerda o'yinchoqlar, o'rtoqlar ham bor edi. U yerda xizmatchilar yeydigan hamma narsa bor edi. Bu ko'shkning yonida yana bitta ko'shk bor edi. Ko'shkni aylanar ekanmiz. Ko'zim bir eshikka tushdi. U eshik olmosdan, marjondan yasalgan edi. Juda chiroyli eshik edi. Bu eshik qulfni qayerga olib chiqadi dedim. Bu eshik orqasida bir buyuk zot bor deyishdi. Istasang uni ziyorat qilamiz deyishdi. Men albatta dedim. Uni qanday ochamiz dedim. Kalit kerak emas. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desang ochiladi deyishdi. Men eshikni aynan shu so'zlar bilan ochdim. Ichkaridan shunday nur taralar ediki, ko'zni qamashtirardi. Ko'zlarimni to'sib oldim. Ichkarida shunday ajoyib hid ediki, bunday hidni oldin hech tuymaganman. Ichkarida bitta katta taxt bor edi. Qirollarnikidan ham kattaroq taxt edi. Qaradim, yuzlari, ko'zlari go'zal bir zot menga keldi edi. Uni ko'rar-ko'rmas ichimda go'zal hislar paydo bo'ldi. Uni yoniga borib,
tiz cho'kib o'tirdim. U zot boshimni siladi. Hasanim dedi. Men siz kimsiz dedim. Tanimadingmi dedilar. Tanigandek bo'lib turibman, lekin eslolmadim dedim. Sen har kuni shamol orqali menga salom yo'llaysan-ku dedi. Yo Rasululloh dedim. Yo Rasululloh sizmisiz dedim. Qolasanmi yonimda dedilar. İstesang buzog'ingni so'yishadi. Rozi bo'ldim. Ota-onangni sog'inmaysanmi dedilar. Ota-onam sizga fido bo'lsin. Sizni onamdan ham ko'proq yaxshi ko'raman. Otamdan ham ko'proq yaxshi ko'raman dedim. Zerikib qolmaysanmi dedilar. Yo Rasululloh dedim. Haliyam pastga tushasan dedilar. Yo Rasululloh buzog'imni so'yinglar dedim. Men siz bilan qolaman. Rasululloh unda buzoqni so'yinglar dedilar. Buzog'im o'ldi. Qani endi biroz pastga tush. Bugun peshin namoziga azon aytilganda seni olib ketamiz deyishdi. Shu yerda yonimda qolasan, menga qo'shni bo'lasan deyishdi. Keyin haligi farishtalar meni pastga olib tushib qo'yishdi. Yotog'imga ham yotqizib qo'yishdi. Ana tong otdi. Bugun peshin namoziga azon aytilganda meni olib ketishadi. Birga ketamiz ota. Bundan buyon men u zot bilan birga yashayman. O'g'limiz bugun peshinda ketadi bo'lasiz. Nega xafa bo'lasiz? Men payg'ambarimizni oldiga ketyapman axir. Shunga ham xafa bo'lasizmi ota? Payg'ambarimiz keladigan vaqt bo'ldi. Qibla tarafdan keladilar. Hozir. Meni qiblaga turgizinglar. Hozir. Bir-biringizni ranjitmanglar. Allohni, payg'ambarimizni sevinglar. Namozga hushyor bo'ling. Musulmon bo'ling. Dinga xizmat qiling. Allohga xizmat qiling. Ota qarang, payg'ambarimiz kelyaptilar. Oppoq otga minib olganlar. Yo'llarida Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usmon, Hazrat Ali, Hazrat Hamza. Orqalardan sahobalar kelishmoqda. Qarang, 20 kishida. Hammalar o'qotdi. Ko'ryapman ota. Ko'ryapman ota. Rasululloh kelyaptilar. Meni olib ketgani kelyaptilar. Ana ko'prikdan o'tyaptilar. Yaqinlashdilar. Ya Allah. Ya Rasululloh. Assalatu wassalatu alayka ya Rasululloh. Assalatu wassalam ya Habibullah. Assalatu wassalam ya Nabiyullah. Ya Sayyidin Avolina ve ahirin. Ey sevgili selamsız gel ya Muhammed. Hasan. Esselamu